Buning uchun Instagram ilovasiga o'tamiz va akkauntimizga kiramiz. Xo'p, akkauntimiz biznes akkaunt bo'lishi shart. Aks holda biz reklama yoqa olmaymiz. Akkauntingiz oddiy akkaunt bo'lsa, uni professional akkauntga o'tkazish haqida videomiz kanalimizda mavjud. Video linkini opisaniyada qoldiraman. O'tib ko'rib o'tkazsangiz bo'ladi. Xo'p, bizda akkauntimiz biznes profil. Bironta postni reklamaga qo'ysak bo'ladi. Xo'p, bizda bu yerda karusel postimiz bor. Bunaqa postlarni qo'yish uncha yaxshi emas. Bizga video yaxshi ketadi reklama uchun. Misol uchun mana bu videomiz bor. Videoning pastida boost again turibdi, chunki men bu videoni oldin reklamaga chiqarganman. Agar siz reklamaga chiqarmagan bo'lsangiz, boost post degani turadi ingliz tilida. Rus tilida esa продвигать tugmasi bo'ladi. Xo'p, mana shu tugmani bosamiz. Bizda quyidagicha oyna ochiladi. Chunki men oldin bu postni reklamaga chiqarganim uchun menda shunaqa oyna ochilyapti. Sizda boshqacha ochilsa, birinchi o'rinda maqsadni tanlashimiz kerak bo'ladi. Mana tepada goal turibdi, maqsad. Bizda qanday maqsadlar bor? Xo'p, okey. Bizda birinchisi profile visits, ya'ni profilimizga tashrif buyurish maqsadi. Ikkinchisi website visits, veb-saytga odamlarni o'tkazish maqsadi. Uchinchisi esa messages, ya'ni xabarlar. Uchinchisini tanlasak, bizni reklamamizni ustiga odamlar bosganda bizni direktimizga borib tushadi odamlar, ya'ni mijozlarimiz. Bizga mana shu qulay. Hozir ayni paytda buni saqlaymiz, save qilamiz. Keyingi qadam esa biz auditoriya tanlaymiz, ya'ni odamlarni tanlaymiz. Ikkinchisi audience. Shuni bosamiz. Bu yerda biz reklamani kimlarga ko'rsatmoqchi bo'lsak, o'sha odamlarni tanlaymiz. Misol uchun shahar, viloyat yoki butun O'zbekiston, chet elda mo'ljallab reklama yoqsak bo'ladi. Hozir menda Toshkent va Toshkent viloyati tanlangan. Bu yerda ayollar, erkaklar aralash, ikkita jins vakillari ham bor. Yoshlari esa 18 dan 45 yoshgacha. Agar siz bunaqa auditoriya yaratmagan bo'lsangiz, pastda create your own bor, shuni bosasiz. O'zingiz auditoriyani sozlab chiqsangiz bo'ladi. Menda sozlangan auditoriya bor, ya'ni Toshkent va Toshkent viloyatiga moslangan. Ularni qiziqishlarini ham tanlasangiz bo'ladi. Auditoriyani tanladik, Toshkentni tanlaymiz, faqat Toshkent. Qolgan viloyatlar mavjud emas, chunki biz qo'shmaganmiz, faqat Toshkentga reklamani ko'rsatmoqchimiz. Shuning uchun mana shu variantni tanlayman va save, saqlashni bosaman. Ya'ni Toshkent shahridagi odamlarga ko'rsatmoqchiman. Keyingi qiladigan ishimiz, biz byudjetni tanlaymiz, ya'ni necha pul ketkazmoqchimiz kuniga. Xo'p, byudjetni tanlaymiz. Bu yerda esa bizni byudjetni boshqa qilsak bo'ladi. Bizni bu asosiy qadamimiz. Ya'ni necha kunga reklamani yoqmoqchimiz. Misol uchun men 2 kunga yoqaman reklamani. Mana 2 kun tanladim pastda. Tepada esa kunlik necha pul ketkazmoqchimiz, ya'ni sarflamoqchimiz reklama uchun bir kunga. Masalan, bir kunga $3 sarflash yaxshi bo'ladi. Minimali $3 va ketaveradi tepaga qarab. Misol uchun kuniga 10, 20, $30 ketsa ham bo'ladi. Bunda odamlar ko'proq ko'radi reklamani. Bizga $3 ham yetadi. Xo'p, $3 tanladik. Pastda esa duration, ya'ni reklamani qancha vaqt ishlatib turish. Xo'p, biz set duration qo'yganmiz, ya'ni reklamani ma'lum bir muddat ichida ko'rsatadi. Agar tepani tanlasak, biz uni to'xtatmagunimizgacha reklama ishlayveradi, ya'ni pul yechib ketaveradi Visa kartamizdan. Shuning uchun biz durationni o'rnatamiz, ya'ni muddat qo'yamiz, 2 kun muddat. Xohlasak buni 10 kun, 15 kun, 30 kun qo'ysak bo'ladi. Pastda ko'rib turibsiz. Taxminan shuncha odam ko'radi degan raqamlar kelib chiqyapti. 70 mingdan 180 mingtagacha odam ko'radi degan. Bizga buncha odam shart emas. Bizga 2 kunga yetadi. 2 kunda taxminiy odamlar ahvati 4700 dan 12 ming oralig'ida bo'lyapti. 2 kunda jami $6 sarflaydi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Hop, tanladigan endi saqlanishni bosamiz, ya'ni save ni bosamiz.
Save'ni bosdik. Hop, 2 kunga $6 sarflanmoqda. Hop, keyingisi esa payment method, ya'ni to'lov uslubi. Bizda viza tanlangan. Agar siz viza tanlamagan bo'lsangiz, viza qo'shishingiz kerak bo'ladi. Vizani qo'shdik. Pastda byudjet bor $6 va estimated VAT. Bu VAT degani bu soliq degani 12% soliq. Uni ham hisobga olishimiz kerak. Jami summa hop 2 kunga $609. Pashta $7 sarflaydi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Hammasini sozladik. Tayyor sozlamalar. Endi ko'k tugmani boost postni bossak, reklama to'g'ri tekshirishga o'tadi. Va Instagram uni ko'rib chiqadi. Tasdiqlagandan so'ng keyin Instagram tarmog'iga reklama qilib joylashtiradi. Unga ozroq vaqt kerak bo'ladi, sizga xabar beradi tekshiruv yakunlangani haqida. Tekshiruv holati esa ingliz tilida in review deyiladi. Agar chiqqan bo'lsa approved deb turadi. Buni qayerdan bilamiz? Hop, X ni bosamiz. Hop, orqaga qaytamiz. Tepadagi 3 ta nuqtani bosamiz. Hozir biz reklamani ishga tushgan yo tushmaganini aniqlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi insights. Insightsga o'tdik. Endi pastga tushamiz. Mana bu yerda add tools bor. Shuni bosamiz. Ya'ni reklama sozlamalari. Mana bu yerda ko'rib turibsiz, manage bor. Managening pastida reklama ishga tushgani yoki tekshiruvda ekanligi holati ko'rinadi. Hozir menda ko'rinmaydi, chunki reklama yoqqanim yo'q. Lekin o'tgan reklamalarni ko'rsam bo'ladi. Mana past adsni bosaman. Strelkani va menda ko'rinadi avval yoqqan reklamalarim. Mana ko'rib turibsiz. Avval mana shu postlarga reklama yoqqanman. Mana bu yerda statistikalar ham kelib chiqadi. Orqaga qaytamiz. Tushunarli bo'ldi. Mana managening tagida reklamangizni holati turadi. In review yoki jarayonda deb turadi yoki approved deb tasdiqlangan holatda turadi va reklamangiz ishlayveradi. Necha pul ishlatayotgani, qancha odam ko'rgani ham mana shu pastda statistika bo'lib ko'rinadi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Agar savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldirsangiz bo'ladi. Mana bu yer menyuga ham kirishni tushunib oldingiz deb o'ylayman. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Agar do'stlaringizga foydali deb bilsangiz, ularga ham jo'natib qo'ying. Do'stlar, kanalga obuna bo'lishni esa unutmang. Bu bizga motivatsiya beradi. Do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha